ve Kırbat'ın ala Şincan Televizyon Stansı, Şincan Oyun Medeniyet Tarkıt Şirketi, Şincan Buğra Medeniyet Tarkıt Şirketi, Ankara'dış bozum olasınlar çok tutke sanat programsı, Abide 20 kilo sataş programsı. Diyarımız içimlik sahasındaki özallığı Abide soda suyu ve meyve şəriplerini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyopen Teknik Taraqqiyat Şirketi mahirlerimizge Ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İşbar Biyoteknolojisi alaydı hemkarlaşkan. Elbette programımızdan 1, 2, 3, 4 dereceye erişken mahirleri okşaş bulmagan katlı boğan mukaffatlar bilen mukaffatlandıgan bulup 1. dereceye erişken mahirimizni Kamran Boğaklar Mesulatları arkalık halkımızın kızgın alkışığı erişip kelayotgan Şinjan Kamran Sodicek şirketi 120 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. 2. dereceye erişken mahirimizni diyarımız içimlik sahasındaki özaldığı Abide soda suyu ve meyve şəripte işlep çıkarıvatkan Şinjan Abide Biyopen Teknik Taraqqiyat Şirketi 100 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. 3. dereceye erişken mahirini her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İşbar Biyoteknolojisi 80 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. 4. dereceye erişken mahirini Uygur kiyim-kechak sahasındaki Bayraktar Karxana Şinjan Mötüber Sodicek şirketi eksan kiyimçiliki 60 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Benim ismim Osman Jarov, Tunuşuk şehri Tunuşuk Bazır'dan geldim. Kesbim bolsa Dixan. Kızıkışım bolsa muqam xalq naqşlari. Ya amma vapusluktaki naqşlarni yaxshi ko'rmayman, yaxshi ko'rib aytaman. Naqsh aytyaptilar hozir 20 yildan 30 yil qadar bo'ldi. Shu qatımmış programma qatnashishimdagi maqsad ustozlar uchun o'rlib tazda ustozlarning yetaklashida texmi yaxshi naqshchi, texmi yaxshi xalq san'atkori bo'lish uchun shu programmaga keldim. Tang sabası yelpiseler zannazıydı güller Gül bilen ten mestanıdır şeyda güller Zepsedin kaç meşhur seni yol tozdun tüller Kepter bulun bir aşığım onu kıldanlar billahi Gülbenler giden seher peyti parlaydı şebnem Gülgen karab yarını esken anıl men her dem Gülge karab yarını esken anıl men her dem Bopalgamı canı cismim gülge mucessenim yedlerimni Gülhidiyim, niyetliydiyim sana Basan almıdın otlarını iparu ember Hayallerden karanlar gahirin güzel yüzlü kılbeyim
sahrayu şehir Körsetlisan Körsetlisan Sen yerden gelir haber Güller 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 Umuri sana güller Tüller 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 Umudun tüller Tenhalıktan Bir aşığın Unu kuldanlar güller Tenhalıktan Bir aşığın Unu kuldanlar güller Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum naq maydondagi ko'rurman tomoshabin yo'ldoshlar. Ish vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Tumshuq shahri, Tumshuq bozoridan kelgan Mayir Osmonjon bo'laman. Rahmat. Muzikantlarımızga rahmet. Sen bile buruşlukta kıldı da. Tumshuq shahridan Tumshuq şehri. Sen kelgen şehir mesle mi yeter? Hazır şehir olib ketdi. Bu Osmonjonning ovozini tanıdım ben. Muqamni bek yaxshi aytadi. Shundaymi? Muqamni shunday yaxshi aytadi. Lekin duttani ajoyib yaxshi chaldi. Dutta, sata, gitar. Uchchi yaxshi birlashmadi. Gitar buzdi ishni. Gitarchi bola ustgan gitarga chataq yo'q kelishida. Lekin sening ma naqshanga ot chelish tushmaydi. Bu sening o'sha naqshanga buni Abdulabdurov aytgan naqsha. Rahmat, amroq buni. Gitarani javob. Gitarni ya bölünme akkorda funca kaçan demiş. Ya komsa bizden klasik pas vuruşu var. Açtak pas vursa 8-6. Az düştü. Nimede gitarın sadası, azıcık flamingo spatçak sadası yangrap gidip müzikallar sel tesir etkizdi. İkinciden nakşanın tam şurada yaxşı, tamlik, turaklık yaxşı. O da kuşu var. Sen mi pişip kaldın o senle Uzun bo'lib kelmadi. Cho'ng ma Ipekul Sada programmasidan sal survami. Sal o'tib qoldi. Survamam da sürü bo'ladi. Biz meni o'tirib turib o'tib qotibsa, chiqib albatta o'tib sende. Abdulla Abdurim aka ikimiz yo'rildik sana. Rahmat. Mening Elroy gruppam her zaman sana ish ko'choq. Mening gruppamga kelsang qandaq aytilgan, qandaqcha bo'pmi savoqshib nashiqqa adamga mening bek epim bor. Birdan o'ngshaymi. Qayerdan qanday chiqib qanday aytib qanday qilgan. Chunki men o'chiranda yomon shu savoqshish salsalgan, savoqshish nashiqqa turlari yurdi-da. Abdurim akani avarqma qara. Uni avarqma tanlab yurmaydi. Udilmayakka. Evcisini mi koyup duraydı? Baş taraftan ait yaxşı kırdı naqşıgıça meningcha. Şu baş taraftaki hissiyatı meni ta'sirlantirdi. Tumshuqdimi mushunda hozirgi zamon ijodiy naqshlarni aytadigan, ishlaydigan, chaladigan bolalar bo'lish kerak. Bu naqshning kimning ekanligini bilamsiz? Bilaman. Buning teksti Qosimjon Sidiq efendim yozgan. Muzikasini Nurmuhammadjon Ro'zi ishlagan, Abdulla Abdurim efendim aytgan. To'g'ri. Bu naqshni mendan burun aytgan odam Ahmadjon Aqtam. Keyin bu naqshni sizga o'xshash yaxshi ko'rib qilib, Nurmuhammadjon ustoz orqali qayta topshirib olib boshqadan aytib chiqqan. Naqsh unda o'rinlandi. Mencha siz bugun mushu naqshni to'liq aks ettirish uchun dutta chammagan bo'lsangiz texnik yaxshi bo'lardi. Mikrofonning orlig'i biroz yiroq bo'lib qoldi. Ovozingizni pas qoldi, to'liq anglamag'ili. Hozir bizga Dilshod apandim debdi muqomlarni aytgan deb. Ammo shu tajribani ishlatish kerak. Mikrofonning orlig'i muvofiq bo'lishi kerak. Yiroq bo'lib ketsa, ovoz inchikilab qoladi. Favqulodda yaqin bo'lib qolsa, Mavi shavqinliq tovushlar bor-ku. B, P, T degan tovushlardan gup qilgan ovoz chiqib, yana estetikga ta'sir yetkazadi. Orliq nihoyat muvofiq bo'lishi kerak. Mikrofon ishlatishmi bir naqshchida bo'lishga tegishli texnikalarning birisi. To'g'ri.
Ana hozir mening iltimosim, biz Dilshod apandam bilan ikkimiz o'rniga aylantirdik. Bu ikki ustozdan birini tanlaysiz. Qaysi ustozni bo'lsa, siz ko'klab texnik yaxshi yuqori bir bosqichga kelsangiz, hammamizning xushallig'i, turmushning xushallig'i. Shuning uchun hozir men iltimosim bizga bir necha misra muqom bo'lsinmi mayli, o'zi yaxshi ko'rgan bir naqshidan bir necha misra aytib bersa deyman. Mikrofonni orliqini tanishgan asosda. Her kişinin derdi bul, sayıklısın ayar aldı da ayar. Almasın kimliği her arman belki izhar aldı da. Ahanglarda şive oğulcunun şivisi. Şimal tarafına. Xeli qo'yiq. Shundaqda siz shu tumshuqda turib, o'sha ila ahanglar bo'yicha o'rganish qildingizmi yo? Shundaqa. Shundaqmi? Ana shu il naqshlarga kichigimdan dutta tembur sata degandek narsalar bilan atilishma, muqomlarni bek yaxshi ko'rma, amibab naqshlarni yaxshi ko'rma, xalq naqshlariga to'xtab. Shunga o'sha endi xalq naqshlari ham shu dutta tembur bek yomon yarashadi deb qarayman endi. Shuningga shu naqshlardan o'rganib, işte tarishib loyalardan, vesilalardan anglab işte qilgan. Demak, siz ili variantini yaxshi ko'rdi ekansiz. Dutta tembur Qashqar naqshlariga bek keldi. Gap sizlarga o'xshash yoshlar Qashqar naqshlarini dutta temburda chamay, shuningga balkim kelmaydigandek tuyulib qolgan bo'lishi mumkin. Bizning janubdagi dutta tembur sata chaldigan yigitlarimizmi Qashqarning ahanglarini dutta tembur sata qatorliq milliy asboblarimiz bilan chelishni davomlashtirish kerak. Shunda o'g'anda asta-asta bu guliga gul keladi. Ili sazandilar, illiq sazandilar ilida chiqqan ijodiy ahanglar bo'lsin, klassik muzikalar bo'lsin, to'xtamay mushu ahanglarni dutta tambur sata bilan chelib, avloddan avlodga davomlashtirib bo'lgandan keyin hozir bizning butun xalqqa, xalqimizga ila ahanglariga yaxshi kelgandek to'yg'i bo'lib qoldi. Janubdagi bizning san'atchilarimizmi cho'qim yerlikda paydo bo'lgan ahanglarni dutta tambur sata bilan o'rinlashni qat'iy davomlashtirish kerak. Shunda bo'lganda hammamiz yana bu ahanglarni chiroyli anglanganligini bayqab qolamiz. Abdullah ikkimizdan birini tanla desem, yani Abdullah tanlab yurmay, tayqin yap ketme. Udul manke. Maralı işe kolon sak kessin. Ya çakçak qiladi. Rahmat. Çakçak qildi. Mana işte o'rindiq aylantirib berganligingizga intayin ko'p rahmat aytdim va xush bo'ldim. Hammanglar mening ustozlarim. Sizmi mening davomli ustozim, mangulik ustozim, qalbimdagi ustozim. Xo'pmi? Siz mening dadam dedi. Abdullah Abdurim efendimi bizning mangulik ustozimiz. Avaz qilgan shunday yaxshi san'atkorimiz. Mening tanlashim Abdullah Abdurim efendi. Gülşendeki Nida, ustazımız Abdullah Abdurrahim'nin o'rnashtirib kasb bo'lgan naqsi. Osmanjon Ro'zning talantini hammalar his qildi. Osmanjon Ro'zi Abdullah ustoz bilan hamkorlashib, texnik yaxshi natijalarni yaratdi. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı abide soda suyu ve meyve şaraplarını işlep çıkarvatkan Şincan abide biyopen teknik taraqqiyat şirketi mahirlerimizga ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği üçün tirişçilik göstervatkan Şincan işler biyoteknolojisi alaydı hemkarlaşkan.
Albatta, programmamızın 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlanadigan bo'lib, 1 derecege erişken mahirimizni Kamran Boğaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran savdo shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecege erişken mahirimizni diyarimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopantexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecege erişken mahirni her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik gösteriyotgan Xinjiang İhbar Biyoteknologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecege erişken mahirni Uyghur kiyim-kechak sohasidagi Bayraktar Karxana Xinjiang Mötüber Sodechek şirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Benim ismim Seyrek Pertlovaldi. Özüm G'ulji Noya Jilil Köy Hizmeti'ne geldim. Meni qiziqishim bo'lsa, ta'mirchilik, duttachilish, shundaqla xalq naqshlarini muqamlan etish. Özüm Stexan, Tek yo'li sadasi qatnashish maqsadidan ota-onamniki, do'st birodarlarimniki, shundaqla aloqalarimning qo'llab-quvvatlashi orasida Uzbek yo'l sadasi keldim. Dil arlığı emes turşura Üstünde var fakat bir koyar Dil arlığı emes turşura Üstünde var fakat bir koyar Ecdat ruhi kurmup kalar Tuz küsdin sen akılsan ya Kadin astur Adem'ge Adem Tuz hadmi attı da cennet Kadin astur Adem'ge Adem
Yanavsiz dilda ata kılar sana muhabbet. Dostluk yaşlar yanavsiz dilda ata kılar sana muhabbet. Assalomu alaykum. Va alaykum Va assalom. alaykum assalom. Bizam G'ulji Jilijdin. Ismingiz? Ismim Said Akbar Tilvoldi. Said Akbar Tilvoldi, ya? O'zingiz mush kasbda o'qamsiz? Bizam Dehqon. Dehqon. Ha. Ishdan sirtqi. Ovozingiz bak yiqimliq ekan. Dilshod apandim siz uchun o'rindiq aylantirdi. Biz o'quvchisini talashmayli dedik-ku, ha? Abdullaga. Ovoz chiroyli, siliq. Siliq, ha? Qancha yosh kirdingiz bu yerga? 30 yoshga kirdim. 30. Nahva. Yaxshi qaramaqsiz. Bu naqshni ijodiyati kimdan bilamsiz? Buni tekisi Muxtar Bug'ro akamniki. Ha. Bu naqshni topolmay, Ha. shu CD-dilla O'rganganmi? Cho'xnayaqi. Kim yutgan bu naqshni CD-da? Umarjik am aytgan. Umarjanmi? Ha, to'g'ri. Bunun kimning ekanligini men bilmayman. Voy Allah, gapirdigan bo'ldi deb o'tiribman. Lekin bu naqshni anglaganman. Kasetli internetchi. Umarjon aytgandi. Azroq o'di qushba senda, ha? Turishlarga qarab qo'llaring mana bo'lib ketdi. Ovozing yaxshi-ku. Ovozing qaraganda naqsh etish nuqtada kelsa, naqshni o'rinlashing, fraksiyalarini ilishlaring nayt o'rinda joyda oldi. Akama naqsha sal addiroq yuqori qilib. Asham kutib o'tag'an. Asham kutib o'tag'an. Shuni kutib o'tag'andimda bir qiyinlik darajasi yuqori bir avjisini bir ko'targan bir yer bormi desam, o chiqmadi. Shunda bo'lsa urvatdim endi. Elsin yo'qki, Umarjikam Elsin yo'q. Elsini o'zim elib necha tayyorlagan. Shunday. Yaxshi. Ovozingni endi tarbiyalab azto'la remont qilsak yaxshi chiqadi-ku. Inacha. Yaxshi asar bo'lsa, sen tarbiyasak ovozing bilan o'sha ovozingni qilib yaxshi o'rlay olasan axshini. Hujjatni tirishqin. Endi o'rlaganda men bo'lganda kelmamsa. Yaxshi. Do'stlik haqida so'zlash oson. Chin do'stlikni qadrlaymiz. Bizga do'st haqidagi yaqinlik uyini ilib kelgan Said Akbar Tilvoldi ustoz Dilshod Raydinning shogirdi. Ishonamizki, ularning hamkorligining kuchi intayin zo'r bo'lsin. Said Akbarga qutuqlar yor bo'lsin. Mehri bilan o'stirdim Halabizangiz mehri bilan chachlaring go'zal Hamra bo'lib parcha hammaga mehrlarga Chechingiz sog'lom o'zingiz ruh qolay desangiz mehri chash yuyish suyuqligini ishlating TV bozor qatorliq tijorat ambiyati bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarning esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Agar ona xotin bo'lishga ko'nmaydi ekansan, otang 2 kun yavagan qo'yimning haqi uchun jazo olasan. Voy aka, qo'ylarni biz yavomida qo'y yoldan tushib ketib daryoda yiqib ketibdi dedim-ku. Qo'yimni yavamagan bo'lsang, chashlaring bunda paqirab ketamdi. Bu degan Faxriyning qarorligi voy aka. Nima u Faxriy degan? Faxriy degan chashish suyuqligi. Buning tarkibida jilan o'tijaviri qarkunjit babulib chashlarni hamsilliqan paqira qiladi. Qo'yning gapini keyinchi deyshamiz. Abodet chiqib ketma. Faxriydin yeni so'g'a Faxriy chashuyu suyuqsuqi. Ana mehri boğaqlar zakisi yumshoq ham rohat, suv simirishchanligi tez, elastik bandlik boğaqingizning har xil harakatiga mos keladi. Havo o'tkazishchanligi yaxshi, qizatmaydi. Mehrlik analarning tanlashi ana mehri boğaqlar zakisi. Farzandlarimiz ana mehriga qonsin. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda Mehri muhabbetini özüge mizan kılan Mehri yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alayda talep kılan. Spor biyoteknologiyası samimi askar dolu. Programımız hazırda başladı. Benim ismim Mutallab Jultum Korla. Ben işkirde müzik çalıvatkılı 7-8 yıl bu kaldı. Bu yakın işkini akıştım. İşkir ülkelerde, Şangay, Olmun, Katarlık sayılarda
nurg'unlagan faoliyatlar qatnashdik, yaxshi natijalarga erishdik. Endi maqsadim muzikantimiz bilan o'zimizning uslubidagi o'sha naqshini o'sha diyorimizdagi xalq ommasiga, qo'llovchilarimizga taqdim etish maqsadida qatnashib keldim.
Vay körgüne kaldın mı, köydüğüne kaldın mı? Hey dünya. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ben ismim Mutallib, Jurtum Korla. Özüm işkirde Şinjanda başka taraf bilan keşif buluplarda uyan qo'yib degandek. Mutallib yaxshimi? Yaxshi, yaxshi, Xudoga shukr. Hozir kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi bo'lish kerak. Yaxshi, ben bu yerga kelishga maqsad bundaqdir bir ustoz o'rilib, dars olib, keyin oxirigacha berish maqsad emas. Baribir keyingilar kelinmasligi mumkin, xizmatchilar aldirash. Shu muzika tartibimizdagi qarindoshlar bilan tayyorlik qilib, 60-yillik bo'lsin bu bir numarni tomoshabinlarga, urug' tuqqanlarimning huzuriga sunmoqchi, shu maqsadga kelgan. Tak yaxshi. Rahmat. Muzika guruhingiz doim siz bilan birmi? Shunday. Ismi? Turan muzika tartibi. Turan, chiroyli. Chiroyli. Yaxshi qo'yilgan ism. Go'zal. Men tunigin bu Mutallib inimizni shu zalda ko'rib, bunda qarasam o'zini yurib turishidan flamenkochidek qildi. Ya shundamiki degandim, naq shunday. Flamenko. Bu yigitlar nihoyat yaxshi, undan bir muzika atirtiki. Haqiqatan siz degandek sizning qo'llovchilaringizga, sizning urug' tuqqanlaringizga, shu doirada yana bizga siz muallim tutmoqchi bo'lgan o'qituvchilarga o'zingizning qobiliyatini bir qatam namoyon qilish fursati bilan o'zingiz shu sandagi naqshangiz orqali bizga o'zingizni bir ko'z tutib qo'ydingiz. Biz haqiqatan ta'sirlandik. Kelgusida bir hamkorlashish fursati bo'lib qolsa, men intayin xohlayman. Rahmat. Sizni sahnaga taklif qilamiz. Balkim ansamblingiz bilan birga ishlashimiz mumkin. Xohlamsiz? Xohlayman. Chunki o'g'lim Ismi yaxshi qildi, ha? Mutallib o'zi Turan demak Mutallib hozir. Bular uzun yil hamkorlik qilgan bir ansambl. Bizning yoshlarimizda bunday qushlar xil ko'p, lekin to'lisini biz bilmaymiz. Shundoq. Hozir o'zingizni bildirib qo'ydingiz bizga. Mutallibga o'xshash, shu Turan muzika tartibiga o'xshash yigitlarning yurgida bunday quyayotgan o'tning balig'ini biz ko'zimiz bilan ko'rmagan, fursat bo'lmagan. Shu fursat orqali sizni va Turan muzika tartibining qadrdonlarimiz bilan yuz ko'rishganligi bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. O'rlaydi, o'rlaymiz Junubga. Muzika tartibingiz, Turan muzika tartibingiz nihoyat yaxshi ekan. Bu naqshni Erkin abla aytgan, kasetlinsta. Men bek amroq bu naqshni olgan. Zat aynan nusxasini o'rildi. Endi mening umid qilganim bayatında sizdan atirtingizga gap yo'q. Sizdan umid qilganim bu naqshni Erkin aytganidek olganimiz. Ya shu qilg'imiz sinib qoldimi? Lirikal xiyobati buning. Ben azroq sizning aytish uslubingiz mashaq bo'lishi mumkin balkim. Jaza. Erkin buning Erkindan boshqasi bo'g'a chiqqan yerlari bor, portlab chiqqan. Ama ko'p yerlarni lirikal aytgan. Siz boshni aralashtirib ekibda azroq hammaga shaya. Asl uslubim rock. Flamenko ishkirdagi xizmat demdik. Xizmat ehtiyoji. Rock, flamenko deganlarni biz men ham mening zamonimda ular yo'q. Keyin hozir anglayapmiz. Biz uni xil tanishib qoldik. Bazoq men flamenko chepqonta gitarni.
Lekin biz ona shug'ullandik, lekin meni demoqchi bo'ldim, Erkin ablaning aytgani qulqimiz sinib qolg'achqa, sizdan azroq bir liriklik yerni talab qolgan. Yo'riq ovoz, pakiz yo'riq ovozdan bir aytib, anandikin avjilarga kelgan chog'da aniq chiqargan bo'lsangiz, deb ashuncha qilsam, boshqa sal ovozingiz, ajak ovoz bilan qo'yib qoldingiz-da. Shu o'rlama chiq yomon kutgan bo'lsa. Aşağı azrak aşağı bunun için aşılan galiba. Benim şahsen fikrim. Eğer kabul kılırsanız meyli kalsın. Azrak yoğuruk, caranlık, yıkımlık avazlar bir net yerlerini bir eğitip, endiki taz vurması var, kankırga yerlerini, ondakta gavçok kegen, yokur pelli kegen çanar vurup etsiniz. Vakti yarıştı. Siz başlığını sütün tat ahıra kekeceğimiz taşla bu kalamazsınız. Ben şu an öğrenmedim. Sizniki mushu muzika atirtingiz bek esilgancha. Men qayilib qoldim. Sizga o'rlanmasligimiz siz naqshni yaxshi aytmaganlik emas. Bu kasbiy axloqimizga to'g'ri kelmaydi. Naqshni haqiqatan yaxshi aytdingiz. Ammo siz endi bu ba'zi sharoitlarni yangratqilan o'zingiz dedingiz, kichik muhitda yaqin atrofdan ovoz qaytadi emasmi? Yaqin atrofdan o'zingiz ovozingizni anglablam aytgan endi ma'noda zalning ichimi cho'ng. Mush yerda yangratqanda siz ko'nishingiz kerak. Doim kichik yerdan turaversangiz bo'lmaydi. Mushunda menishingiz kerak. Hozirgidek zarbalarga uchrashingiz kerak. Tövdeki ustozlarning hammasi sizga o'xshash jarayonlarni beshimizdan o'tkazgancha, bu sahna bek esil sahna. Ya'ni kelib sizni tanlaydigan mushundaq bir esil sahna bo'lganligi uchun shuning uchun qurildi. Shuna sizni Turan muzika atirtingiz bilan sizni qizg'in tabriklayman. Ham shundaqla kelar qitim musobaqada tövdeki ustozlar sizni saqlaymiz. Bo'lamdi? Rahmat, bo'ldi. Mening ayolimmi naqshini yaxshi aytadi. Ali maktabdagi savodishim Adila muallimning naqshlarini nayki yoqtirib aytdi, ham o'xshash yaxshi aytadi. Biz asli to'liq bir muzika taraflab kelmoqchi to'q. 8 aylantoq biz. Hammamiz sazlar to'liq ba'zi bir sabablar tufayli mashg'imiz 8 adam. Arliqda xalq naqshi vatdi buni. Ayshamgul udar o'zgartirib yarmagan to'yga naqshi vatdi. To'ylarni chiqarib bitib, jiddiy bo'lib qoldi ishlar shu. Uchinchilik bo'lsin olib chiqilaydi. Lekin yaxshi. Sizni tabriklaymiz. Dalib, endi men o'rilsam bo'ldi tamamen siz mening yoqqancha men naqshingizni hech qanday chataq yo'q, men tushunalayman o'zingizni. Lekin mening guruhimda hozir rasga qilsam hozir musobaqani hech tushunmagan azroq bo'lsin talak bog'liqligini men hozir his qilib o'taman. Agar siz xohlasangiz yanimi puxta tayyorlik qilib abay degan toz men shundan qiziqdim. Kelar qitim qilsam cho'qim qatnashsam, iltimos cho'qim qatnashsam. Bo'ldi. Rahmat. Yana tirishamiz, tirisham. Biz 2012-yili muzika tartim bilan Shunjunda Osiyo Jepay yig'ilasiyn. Aslında qatnashib Guangdong saychusida birinchi bo'ldik butun Guangdong bo'yicha. Cho'qim qatnashdim. Guangdong vakolatan butun Guangdongda boshqa millatlarning bu. Shunday. Biz Guangdong vakolatan bir Uyg'urimiz getirdi. Birinchi bo'ldinglar. Guangdongda birinchi bo'lib, Shanxaydagi hal qilg'ish musobaqasida biz bordik. Guangdong vakolatan bo'ldi. Yaxshi. Uydagilar tuqqanlar ko'ranmidi? Sizning natijalaringiz oz emasga jima unda bo'lsa, shundami? Men 2006 chiqqan Beijingga. Shu. Bugun endi sizni texmi to'laydi. Bizning mutallib Turan muzika atirti fikrlarda qanday natijalarni qo'lga keltirgan, buni ko'pchilik bilan bilib biz o'rtoqlashdik. Sizga rahmat. Ansamblinglar agar xohlasanglar Urumchidagi cho'ng o'yinlarda ansamblingiz bilan birga hamkorlashishni xohlaymiz. Bo'ldi, rahmat. Erkin Abdullah'ның ijadiyetlarining karvan yo'li xalqimizga oid yoqqan kesim naqshi bo'lib, mutallib bu naqshni qo'lga jonlantirib ko'rsatgan. Yoshlarda dam mana shunday jo'shqin qilish kerak. Diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Albatta, bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan Xinjiang Biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan.
Albatta, programmamizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlanadigan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron savdo-chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida so'dasi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biopantexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Xinjiang mo'tabar savdo-chekish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İsmim Xelal Mecid, Bolu şəhərindən gəldim, bir yıl 30 yaş. 2005-ci ildə Xinjiang Maarif İnstitutunun müzik kəsbində oxuyan. Mənim səbəblər tüpəydən oxuşumu davamlaşdıramadım. Gerçi oxuşumu davamlaşdıramagan bolsam-mı, onlarca yağın müşkəsdə izlənib tərişib kelyaptım. Əmdi İpək Yol Sadası kəsbimni texnik mükəmməlləşdirə alaydı deb oylayman. Şu məqsəddə proqramma qatnaşqılı gəldim. Seni süysen günahım, sana küysem günahım, sana kıygen bu yürekni canım, öpersen günahım. Çınırdangen yürek, söygüge talpıngen yürek. Etkanı canım, etkanı, söysem günahımı. Söygü, çınırdangen yürek, söygüge talpıngen yürek. Etkanı canım, etkanı, söysem günahımı seni. Söysem günahımı seni, etkanı canım, etkanı. Söysem günahımı seni. Assalamu alaikum ustazlar. Va alaykum assalom. Benim ismim Xelal Mecid, G'o'jadan keldim.
siz nima ish qilasiz odatda? Odatda naqsh aytma. Ma javob yo'q bo'ldi. Uxlaydi, kechki tamoq yeydi ekan. Boshqa ish yo'q. Xizmat yo'q. Bunday kichik ungilishuyu. Ochma. Nima? Ungilishuyu. Kesib tashlagan. Mush ish bilan shug'ullanadan boshqa ish yo'q ekan. Davomli naqsh aytamsiz? Ha. Men siz uchun o'rinda aylandim. Men bir narsani bayqab qoldim sizda. Ovozingiz aslida yumshoq. Agar odatda naqshni davomli aytsangiz, bu odat balkim shu odamlar jiq vajvajang varang churang yerda aytib ashunga ko'nab qolgan bo'lishingiz mumkin. Ovozingizda muqimsizlik bor. Shu bir narsa meni ta'sirlantirdi. Ovozingizda kichkina bir yumshoqlik bor, mung bor. Buni iyishki bo'ladi, tuzlashki bo'ladi. To'liq vaqtlarda sizlar yoshda ommaviy so'rlarni naqsh etib, o'zini ovozini qanday ketayotganligiga diqqat qilmay, u yerda balkim hammadan o'z ishi bilan bo'lg'achqa, bugünkidek hammadan diqqati markazlashib sizning ovozingizni anglamaydi. O'tkitib yomon ko'nab qolishinglar mumkin. Shunga undan keyin shunda ommaviy so'rlarni naqsh etgan vaqtingizdan bu, yana o'zingizning ovoziga o'zingizlar mas'ul bo'lib turib aytishinglarni umid qilamiz. Bo'pti. Hozir boshqa gap yo'q. Bizning guruhga keling. Qolgan gapni oldimizdagi musobaqada hal qilamiz. Hal qila olsak, davomli qilmaysiz. Hal qila olmasak, qolib qolasiz. Xo'pmi? Abduxemil Mejit 10 yildan beri bu naqshi bilan yoshlarimizga tonish. Bugun bu mushu naqshini naq maydonda o'rinlab berdi. Endi Abdullah ustozning yetaklishida yangi natijalarni yoritishini umid qilamiz. Mening ismim Abduvali To'xta. Yurtim Aqso'shtirpan. Qiziqishim bo'lsa, muzika ijodiyat, muzika akkordlashtirish, naqsh etish. Mening asosliq naqsh etish uslubim bo'lsa, ommabop uslub naqsh etish yoki xalq naqshlari va har qaysi davlatlarning naqshlarini etishdan iborat. Mening bu Ipak yo'li sadosi programmasiga kelishga asos maqsadim o'zimning hozirgi saviyamniki qanchaligini shunaqla bundan keyin texmo yaxshi o'rganib, ustozlardan texmo ko'p ta'limlarni olib, o'zimniki hozirgi saviyamni texmo bir baldiq ashurishdan iborat. Ko'pchilikning menga yaqindan qo'llab, madad berishini tilayman.
Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. İsmim Abduvali Tohti. Yurtum Üçtürpan, Aksu vilayetlik Tarım Naksul Ümide müzik icadiyat, müzik akordlaştırış şu işlerden. Kısıtka 5 doğru kıldınız mı? Yerlik şivin anlaşıldı. Aytar yarab ketdim ağa. Şividim bekerek mamine uğraşım bek. Ben hoşup kettim. Öğrenip olganı ketdim hoş oldu. Dün bilerlik geldi mi? En ahir udar keldi mi? Keldi. Ya Allah. Bek tez iş oldu. Abdülali Tohti'ni Dilshatga men tanıyma bu balını, bilime demekçi. Bu balı bilan aloqalashib turimiz ancha-muncha. Lekin musobaqa qatnashaman degan gapni undidarmi ba? Hatto biz bu inim bilan. Menga bu gapni demabdi birinchidan. Sizning samimiyligingizni tabriklayman edim. Sizga qoyil bo'ldim jima. Dilshatgamning o'rligidan men bek xush oldim. Sizni tabriklayman edim, Abduvali edim. Haqiqatan yaxshi bola bu. Bu naqshani disko qilib proqlanqanda qistirib bo'lgansiz arliqiga. Qashqa proqlati qadila. Siyu batig'i. Bu asli astalıqı tango tipiki bir naqshdi. Buni Tümtkilan tümtkilan mağluğan naqsh. kim ma'luqı azroq kayfiyat ko'tirishda izama ham bir Ahmet biz haqiqatan mushlar naqshidan birisiga zarur ketgan. Lirik naqshlar bak chiqib ketibdi. Amanda şok timbidagi naqshlarning musobaqa loyiqlari ozroqchi. Lekin Lekin Allohning amali yo'q. Maqsadda taslikin yaxshi tanlabdi. Biz uni buni deydi ekanmiz, mushak musobaqa kelgan bolalarning peshonasida bir narsa yeziqliq. Biz atrofga qarab o'tiryapmiz, qandoq qaynab ketganimizni siz ko'mdingiz. Sizning qandoq qaynab ketganingizni biz ko'mdik. Ammo qanday bo'lsin, mushu sahnada siz yana davomlashtirgan bo'ldingiz o'zingizning harakatlarini. Mushuni o'zi nihoyatda cho'ng natija. Hamda cho'qim bizning naqshlarimizni yaxshi ayta olaysiz uyg'urcha naqshlarni demakchi. Asli uyg'urcha naqshlarni jiq etma, ma naqshni hamda o'zim hali uzun mezgil o'rgangan. Ugunib etib ketgan bo'lsa, tunji aylanmada asal chatoq chiqqanmish ko'nginroq naqshni aytaydi. To'g'ri, yaxshi o'ylabsiz. Tajribasi bor-da. Mana shular aytyapsiz, kayiniga uyg'urcha aytmamsiz sen. Sizning sahna kayfiyatingizni tomoshabinlarning chiroyidan ko'rib qoldik. Tomoshabinlarning 60 o'ttagan tomoshabinlar oz deganda 50 ni o'ziga qaraganda men ko'zlari yo'rib ketdi zaten. Yo'rg'andilar mis qildim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana Ipak yo'limizda texno rang-barang yanılmoqda. Biz bugun insoniyat madaniyatining qadimki buyuklaridan bo'lgan Gretsiya san'atidan esil tabriklayman. Rahmat sizga, Abduvali Tohti. Mening ismim Akbar Ahmad Zibaq. Yurtim Qarmaydin. Qiziqishim bo'lsa, naqsh ijodiyati, musiqa ijodiyati, undan boshqa dunyodagi har xil go'zal san'atlarga hamisha qiziqaman. Bu qitimqi Ipak sadosiga ota-onamning shunaqla barliq do'stlarimningki qo'llashi ostida o'zimni bir sinab chiqish uchun bu sahnaga keldim. Ustozlarimningki kamchiligim bo'lsa ko'zib berishni umid qilaman. Sevgi unutulmaz bakar Hancar tekrar yürekte Tunci söyüş unutulmaz fakat Aciz mıdır muhabbet Tunci söyüş unutulmaz
fakat aciz mıdır muhabbet Özlem basamadım. Aciz bu men şunçelik Bakıttın söz açkırık Ayrımsın tanrım seni Sevdim seni neçilik Aciz bu men şunçelik Bakıttın söz açkırık Ayrımsın tanrım seni Sevdim seni neçilik Ya yağmur ya Günahlarım tükünsün Ya yağmur ya Sebeplerim yuyulsun Ya yağmur ya Günahlarım tükünsün Abdullah kan körü bozdular. Ya yağmur ya Sebeplerim yuyulsun Günahlarım yuyulsun Assalomu alaykum aziz ustozlarim. Va alaykum assalom. Hammanglarga aldı bilan salomat deyman. Men Akbar Ahmad Qarmaydan keldim. Sizlarni ko'rganimga xursandman. O'xshash bizni shunday hayajonlatdingiz Akbar. Mishad bala teridan degan afkar. Akbarni men faqat o'yim. Akbar o'xshidi, biroq men buni bu musobaqa kelishini men shunday o'ylagan. Men o'ylamagan, shaxsan o'ylamagan. Lekin yaxshi juma. Kaginingizning o'zi siz deydigan bo'ldik. Siz deydigan bo'ldik, ha? O'zimizda inlar o'simiz siz deydigan bo'ldik, ha? Sizlaymiz, ha? Siz deymiz. Qachon sizlashmaymiz? Bugun siz desa g'alati o'ylab qolmang Akbar. Akbar, siz mushu programmaga qatnashganingiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Garchi Akbar o'zi bizning muzika chambergining ichida, naqshichilarning ichida bizningki diyorimizga bir qadar to'nilgan naqshi aytilgan bir artist bo'lsa-mu, lekin bizning Jipak yo'li sadosiga o'zining naqshlarini elib kelgandan o'zi bizni qo'llaganlik deb tushunamiz biz manda. Shunaqa. Siz odatda sen deyishir ekansizlar-da. Bakma deyishga chiqamdi. Men sizga bilan chiqamsiz. Akbar, lekin yaxshi kapsiz. Jipak yo'li sadosi programmasiga ras qo'llaganingizga, mushu programmamizga madad berganingizga, o'zingizning bir yaxshi naqshchi. Biz sizni bilamiz, Akbar Ziba desa hammadan tanıydı. Siz çolpan bo'lib bo'lgan odam nima deb boshqalarni avar qilib berdi, nemish termoqchidi bu, nima maqsad bilan kelgan. Buni bir fazilat bada qildi. Rahmat. Birisi ko'zlab ketdi bu. Aniqla. Siz Akbar gap qilmay turing. Bu yerda chiqishga o'xshaydi. Chiqishga o'xshaydi bu yerda. Chiqishpa. Oyunlar deyich adıyla oyunlarda Akbar avazını bir anlık kondum ben. Çünkü bir kere konu ha. Bu siz hemmisi bile konu mu? Hayvanla nasıl? Ben konu tutsam ben bile takım konuda. Ya ben takım ben bilen konu mu gidip?
Bek yaxshi aytdingiz ya. Aytdingiz. Shunday yaxshi oldingiz bu naqshni. Va, siz taqdiringiz so yo'q, ovozingiz gap yo'q, hissiyat ham mujat, patchat yüzdeyiz. İşkili ağır doğan için Bekilana da usta. Ha oldu etkisiz ettim. Malanı bir ayak aylandırıp film kılamak. Adile Sıdık Hanım bilen işkimizni tanımaydıgını eniqlam, lekin bir narsa dep bo'g'ilib bo'lmaydi. Yo, ishimdagi bo'lmaydi. Burun men bek ishonchim bor, hozir ishonchim qolmadi. Nima ish qilsanglar? Mesela yaxshi ovozli naqshlar, shu Abdulla akamdan oshmayotdi-chu. Bek kuchliklachiq. Sizni yengib qo'yishi mumkin. Shunga bizning guruhga kelsangiz. Qizlarni tanlamaysan qo'y, ha? Alda ishkimizni tanlagan. Oldin erlarning masalasini hal qilib olib degida. Erlarning masalasini hal qilib olibdi. Bizda ish bor, biroz xijil qilib qo'yamiz Akbar sizni. Bular o'zining ko'ngliga gapni davomlasa, yili mendan og'rimdi. Ha, endi xo'p bo'ldi. Bu Yıldırmamlarninki shundoq bir tuyg'ularni siz qilasiz bunda ishlarni. İcadiyetingiz hakikaten chiroyliga, ijodiyetingiz bilan tabriklayman. Buning ismi Unutulmaz sevgi. Unutulmaz sevgi. Ana lekin tekstni kim yozgan? O'zim yozgan. Tekstni, muzikasini o'zingiz yozgansizmi? Ha. Nimda? Ha. İşte ijodiyatchi bolalar zodi davomli ko'klab turish kerak. Buni meni tanlamasangiz-mi? Men sizga qoyil, Akbar. Haqiqatan yaxshi naqshchisiz, yaxshi ijodiyatchi. O'zingizga ishonchingiz bor. Davomli oldiga qarab, menga bering azadi. Nima bo'lsin? Bunda qilsangiz o'g'dak Nurnisa xonim. Ha? Buni sizning guruhingizga qabul qilib olsangiz agar, deb qolsangiz, bu qatam musobaqada bo'pti. Ma'nosim keyin mush ijodiyat guruhingizga-mi? Ha, to'g'ri. Sizning aloqa kuchli qo'shiningizga-mi? Mushna odam lozimda. Shunga qaragan ma'lum lozim. Sizlar kontonishlarning gapini bak chiqib ketinglar. Akbar bilan biz hisobda shunday yaxshi ochi fuqa bizchi, endi uningmi yuzini qiladi. Adilaning yuzini qiladi. Ikkimizdan birisini tanlasangiz qat'iy fikrim yo'q. Agar men ikki erni tanlab qolgan bo'lsangiz, joda chiqargan aniqlaman. Qas mushishimiz uzun bo'libdi bu mushashma. Mushishirga bir keldik, ha. Mayli Adila olsun, mayli men bola ikkimizni birisini tanlasangiz. Yigitga erkak deyman, ammo ikki erni tanlab qolsangiz, ammo qas. Yo, biz herkes sizlar bilan birini talashmaymiz, singillar. Endi bu rizq ishi. Rizq peshona, debmi? Aldı bilan Akbar mening qalbimda bir yaxshi ijodiyatchi. Buni men emas, mush yoshlar e'tirof qilamiz. Onun lekin biz Akbar bilan uzun yil kasbdosh bo'lgan bir kasbni. Qisqasi men Hey Majnun tal degan naqshamni do'stlar birinchi aytgan naqsham shu Mustafa akimizning tekstiga shuni shu yeriga Hey Majnun tarlay kuylarimga quloq sol degan yerni menga Akbar yezdirib ma ishni ko'mamdigan ashani gul chiqarayotganchu eng qo'ziq yer bo'lib qolgan. Uningdan keyin Nazi degan naqshini men bir to'y so'rinda anglab qilib, "Ya Allah, mendek naqshlar chiqdi ekan" deb qolgandim. Bu daqiq naqshingizni men nima uchun o'rgandim deganda, siz bu naqshni menga aytib bergan, hech kimga aytib bermagan vaqtida. Sevgi unutulmas faqat xanjar tekkan yurakdek degan yerni anglabla Akbar Kandal deb o'rildim. Mening boshqa maqsadim yo'q, faqat sizni yuzma-yuz ko'rishib sizning naqsh aytganingizdan mushada o'tirib, huzurlanib o'tiribdim. Men shuning uchun ikkimiz radin kelib o'rildim. Boshqa gapim yo'q, kasbdeshim. Meni tanlamasangiz xafa bo'lmayman. Boshqa shu karim yo'qdan. Karim yo'q. Yaxshi paranglar bo'ldi. Dilshod aka. Yo'q. Qanday qilamiz? Ish bo'lgan dedi. Katta bo'lg'ashkisi. Hamma pishqan ishda qiladi qara. Qarab turib bu ishkisi Majnun tal yo bu bilan dedam. Meni qishim kelsa vadri qala uni. Ama lekin mening Majnun tallarim yangi bajma deki. Majnun tal baba. Yo onda o'z billi saydayligimi? Men Majnunni teli bilan beribsan kelib. Bu vaqtda sizni olmaydi Akbar, xotirjam turaveramiz. Bizni elayotdi, bular bilmaymiz biz. Undan olsa biz
Akbarni mo xijil qilmayli. Gerçi jiq san ko'ga artist bo'lsa-mo peshonasidan tachib qotadi. Bunda vaqtida sal adam oshta bo'lib qoladi. Buni to'g'ri tushunamiz. Shunga sizlar qo'shilsanglar, hozirgi navbatni tanlash erkinligini elimiz Akbarga beraylik. Bugungi saniga kelgini nayt yaxshi bo'pti. Bu yana bizning olg'a ilgirlayotgan yoshlarımizga ulgu bo'ladi. To'g'ri. Gerçi yana o'zining ishini qilib yuraversin bo'ladigan bir Akbar Jibak yo'li sadosini deki yoshlarni bir rag'batlantirish, shularga texmo bir ilhom berish, andin o'zining bilganlarini, algi bir ijodlarini bir taqdim qilib olish biz sizning ishingiznikini bilib turmoq. Shu maqsad keldi. Buni o'zini ayt yaxshi ish bo'ldi. Hozir hech qanday xijilchilik yo'q. Kimni tanlagangiz kelsa, shu 4 muallimdan kim bilan hamkorlashib, yana bir necha zaman shu muzika sohasida billa ishlayman desangiz bo'laverdi. Qat'iy xijilchilik bo'lmasin. Jiddiylashyapman rostga qilsam. Yana birisiga ko'p gap qilolmayman, ammo gapimning hammasi muzikada. To'g'ri, to'g'ri. Yana naqsh aytamsiz nima shuni qaraganda? Naqshlarni tanlashga. Hamda Dilshod Raydin apandim, Abdulla Abdurim apandim, Munisa xonim, Adilat Sidiq xonim, hammalarga ko'p rahmat. Mening maqsadim o'zimning ijodiy naqshlarini jiq naqshlarga yozib beribman. Ham qog'inni ham o'zimni bilan aytib, men o'zimning ovozini bir aytib baqsam, shu nasrimni degan niyatga keldim. Ustozlarimniki ko'rsatmasi ostida, shunaqa tomoshabinlarniki qo'llash ostida qolgan yo'lni yana davomli qilsam deb o'ylayman. Shunda bo'lganda sizning eng oxirgi qaroringiz mening hozir tanlashim Dilshod Raydin apandim. Diyarimizdagi yosh ijodiyotchi Akbar Ahmad nurg'un eson naqshlarni ijod qilgan. Bugun u san'at bobida texnik ilgirlashni istak qilib, programmamizga yetib keldi. Marhaba Akbar Ahmad. Aciz mu mashun chirik, baxtli